5-6 uzog'i 7 ming dollar bilan chiroyli uy bo'ladi. Manzilimiz Axsiken 87-maktabdan 7-8 metr ichkarida joylashgan. Mana shu xonadonimiz sotuvga qo'yildi. Bu xonadonimiz ikkita joylashgan. Yonma-yon aka-ukalarimiz olsa bo'laveradi bemalol. Ikki tomondan kirsa bo'ladi. Sapqoz piknik magazini oldidan kirsangiz ham bo'laveradi. Bu hovlimiz ikkitasi ham 4 sotuvdan iborat, ikkita yonma-yon joylashgan. Ikkitasining ham narxi bir xil, uylari ham bir xil. Hop, ichkariga kiradigan bo'lsak, 4 ta xona joylashtirib ketilgan, ikkita sanuzili bor. Darvozaxonadan kirganimizda o'ng tomonimizda, hop, uydali sifatida qurib ketilgan, burchakka sanuzil joylashtirib ketilgan. Bu tomonimizda bitta yakka xonali sifatida qurib ketilgan. Buni ham sanuzil ichida joylashtirib ketilgan. Bu tomonimizda alohida oshxona sifatida qurib ketilgan. Kelib ko'rib tekshirib olaverasiz. Burchakda umumiy hojatxona joylashtirib ketilgan. Xo'p, xat hujjatlarni ko'rib tekshirib olaverasizlar. Akamiz o'zidan nomilarda ekan, hech qanaqa muammo yo'q deyaptilar. Narxi 24.800 dollar, yana o'tib beradigan joyi bor. Uyimiz ham xuddi shunaqa plan asosida qurilgan. Darvozaxonadan kirganingizda o'ng tomonda katta xona joylashtirib ketilgan. Bu uy ham nargisi bilan bir xil bo'ladi. Aka-ukalar olishadigan bo'lsa, bir xil plandagi uylarni olishadi. Darvozaxonadan kirganingizda uyda aliz, burchakda sanuzili bor. Bu yerda ham spalni joylashtirib ketilgan. Burchagimizda sanuzil joylashtirib ketilgan. Bu yer oshxona sifatida qurib ketilgan. Burchakda umumiy hojatxona joylashtirib ketilgan. Ikkitasi ham 4 sotuvdan bo'ladi. Bu uyimiz narxi ham 24.800 dollar, ozmoz o'tib beradigan joyi bor. Asosiy yo'linish Axsiken 87-maktabdan kirsangiz o'ngroq ekan. Maktabdan 7-8 metr ichkarida joylashgan. Nomer lokatsiya Telegram kanaliga tashlab qo'yamiz, o'tib olib qo'yaverasizlar. Ko'chalarni ko'rib turibsizlar, keng ko'chada joylashgan. Uni qo'shnilari bor, kommunal tarmoqlardan elektr suv mavjud. Aziz obunachilar, ma'lumot o'rnida aytib o'tamiz. Bitta kvartirani sotsangiz 25 ming, 30 ming yoki 35 ming atrofida sotasiz. Bu yerni masalan 24 ming yoki 23 ming yoki 25 ming narxga olganingizda bemalol remontlarni qilib chiroyli holatda o'zingiz uchun bitirib olsangiz bo'laveradi.